Filipiliklarga yozilgan xat. 1-bob. Ayso Masihning xizmatkori bo'lgan menki Paulusdan va men orqali Timotiydan Filipi shahridagi Ayso Masihga mansub bo'lgan muqaddas xalqqa, shundaqla ularning boshlamchilari va xizmatchilariga salom. Xudo otimiz va Rabbimiz Ayso Masih sizlarga mehr shafqat va omonlik ato qilg'ay. Men sizlarni har qitim esliginimda Xudoga shukr aytaman. Har qitim sizlar uchun duo qilganimda qalbim xursandlikka to'lib toshidi. Chunki men oranglarda xush xabarni yetkazishga boshlagan birinchi kundan hozirgacha sizlar mening bu xizmatimni qo'llab keldinglar. Shuningga qat'iy ishonamanki, sizlarni yangi hayotlik yo'liga yetaklagan Xudo o'zi boshlagan bu yaxshi ishni davomlashtirib, Ayso Masih qaytib keladigan kuni tamomlaydi. Mening bundaq o'ylashim to'g'ri deb qarayman. Chunki sizlarning mening qalbimdan olgan o'rninglar nihoyatda muhim. Mayli men zindonda kishanib yotgan vaqtimda bo'lsin, yoki sirtda xushxabarni qo'g'dab, uningga guvohlik bergan vaqtimda bo'lsin, hammanglar men bilan billa Xudoning iltifotidan tang bahriman bo'ldinglar. Mening sizlarni qanchalik sevganligimga hamda Ayso Masih menga ato qilgan mehr muhabbat bilan sizlarni qanchalik so'ydiganligimga Xudo o'zi guvohdir. Men shuningga duo qilamanki, Xudo to'g'risidagi biliminglar va aqlinglarning eshishi orqali mehr muhabbatinglar bo'lgan siri eshib bosun. Shundaq bo'lganda sizlar Xudoning nemidan xursand bo'lib, nemidan xursand bo'lmaydiganligini farq etalaysizlar-da, Ayso Masih qaytib kelgan kunda pok va ayibsiz bo'lalaysizlar. Ayso Masih orqali hayotinglar yana haqqoniylik mevasi bilan to'lib, Xudoga shon sharaf va madhiyla elib kelisizlar. Qarindoshlar, shuni bilishinglarni xohlaymanki, beshimga kelgan bu jafo mushaqqatlar xushxabarning texmi keng tarqilishiga turtki bo'ldi. Saroy muhofizatchilari va boshqalarning hammasi mening Ayso Masihga xizmat qilganligim uchun ishonganligimni bilishdi. Zindonga tashlanganligim sababidan nurg'unlagan qarindoshlarning Rabbimizga bo'lgan ishonchi kuchaydi. Shuning bilan ular Xudoning so'zini texmu mardona va yuraklik holda yetkazadigan bo'ldi. Darvaqa menga hasadxo'rlik qilib, men bilan basishish maqsadida xushxabar taqtiyotganlarmi bor. Ammo boshqalar xushxabarni yaxshi niyat bilan yetkazib. Bular mening xushxabarni qo'g'dashga tayinlanganligimni bilib, meni so'yganligi uchun bu xushxabarni yetkazib. Lekin oldinqilari bo'lsa, xushxabarni yetkazishda o'zining shaxsiy manfaatini o'ylab, uni pok qalbi bilan emas, balki mening zindonda tatiyotgan azobimning ustiga yurak azobi qo'shish uchun qilyapti. Mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni ularning muddaosi to'g'ri bo'lsin, bo'lmasin, faqat Ayso Masih to'nitilsila xursandman. Buningdan keyinmi davomli xursand bo'laman. Chunki Xudoning meni men bilan qarshilashuvchilarning oldida oqlaydiganligiga ishonaman. Bu sizlarning duolaringlar va Ayso Masihning ruhi, ya'ni muqaddas ruhning yordami orqali bo'ladi.
Eyso Masihga yüz kelamaydigan ishlarni qilib, xijolatchilikda qolmasligimni intizorlik bilan umid qilaman. Hamda hozirmi ilgirkiga o'xshashla, mayli men qandoq yashay yoki qandoq o'lay, Eyso Masihni boturlik bilan ulug'layman. Chunki men Eyso Masih uchun yashayman. O'lsammi, erishda Eyso Masih bilan billa bo'laman. Bu men uchun texmo yaxshidir. Lekin hayotli bo'ldikanman, ishonimanki, Eyso Masih uchun qilgan xizmatim natijalik bo'ladi. Qaysini tanlashim kerak? Tanglikda qoldim. Bu dunyodan ayrilib, Eyso Masih bilan birga bo'lishni orzu qilaman. Chunki buningdanmi yaxshi ish yo'qdir, albatta. Biroq sizlar uchun mening hayot turishim zarurdir. Shuningga ishonamanki, men hozircha o'lmayman. Aksicha, hammanglarning e'tiqodi texmo mustahkamlanib, texmo xushal bo'lishinglar uchun davomliq sizlar bilan birga bo'laman. Men omon eson sizlarning qishinglarga qaytib borganimda, mening kelganligimdan sizlarning Eyso Masihga bo'lgan xursandliginglar texmo to'lib tashidi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, amaliy harakatinglar Eyso Masih to'g'risidagi xush xabarga loyiq bo'lsin. Shundoq bo'lganda, mayli, men yininglarga berib, sizlar bilan didor ko'rishay yoki mo'shiyada turib, sizlarning ahvolinglardan xabardor bo'lay. Sizlarning bir niyat, bir maqsadda qat'iy tavranmay, bu xush xabarni elib keladigan e'tiqod uchun birlikda kurash qilayotganliginglarni bilalayman. Sizlarga qarshi turg'uvchilardan qilcha qo'rqmanglar. Sizlardagi bu g'ayrat ularning halok bo'lganligining, sizlarning bo'lsa Xudo tarafidan qutqizilganliginglarning belgisidir. Chunki Xudo sizlarga faqat Eyso Masihga e'tiqod qilishinglar emas, balki uning uchun azob oqibat tortishning sharifini ato qilgan. Men sizlar bilan birga bo'lgan vaqtimda, sizlar mening xushxabarga qarshi turg'uvchilar bilan kurash qilganligimni ko'rdinglar. Hozirmi mening bu kurashni davomlashtirayotganligimdan xabardor bo'lyapsizlar. Hamda sizlarmi bu kurashni qilyapsizlar. Bu kurashni 2-bob. Eyso Masihga mansub bo'lganlar uchun sizlar rag'batlantirildinglar va uning mehr muhabbatidan tasalli topdinglar. Muqaddas ruhdan o'rtaq bahramon bo'ldinglar hamda Eyso Masihning mehribonligi va rahimdilligini ko'rdinglar. Shundoq ekan, sizlar o'xshash o'y fikr, sop mehr muhabbat va bir niyat, bir maqsadda bo'linglar. Shundoq bo'lganda meni xushallikqa cho'mdiringlar. Har qanday ishda shaxsiyatchilik va quruq shuhratga berilmanglar. Aksicha kamtar bo'lib, boshqalarni o'zinglardan ustun ko'ringlar. O'z manfaatinglarni emas, boshqalarning manfaatini o'ylanglar. O'y fikringlarda Eyso Masihdek bo'linglar. U tabiati jihatda Xudo bo'lsa-mu, Xudo bilan tang o'rinda turishim kerak demidi. Aksicha u o'z ixtiyori bilan bu o'rindan voz kechib, inson tenida kelib, o'zini quldek tutdi. U inson qiyofatida yashab, o'zini to'van tutib, toki o'lgicha Xudoga itoatman bo'ldi. U hatto kresga mixlangandimu shundoq qildi. Shuning uchunmi Xudo uni eng yuqori o'ringa ko'tarib, uningga hammadan ustun
nom shuhratni berdi. Shunga bu dunyo va u dunyodagi butkul mavjudot Ayso Masihning oldida tizlanib, uningga sajda qilib, uni Rabbim deb e'tirof qiladi. Buning bilan Xudo otimiz ulug'lanadi. Shunlashqa, aziz qarindoshlarim, men oranglardagi vaqtimda hamisha so'zimni anglag'inglardek, sizlardan ayrilgan mushu vaqtlardimi so'zimni texmi yaxshi anglanglar. Xudodan qo'rqib va uni cho'nqur hurmatlab, Xudo sizlarni qutqizganda ato qilgan yangi hayotni turmushingizga tatbiqlashga tirishinglar. Chunki Xudo sizlarni o'zgartib, sizlarga o'zining irodasini amalga oshirish uchun orzu ham kuch-qudrat beradi. Har qanday ish qilganda og'rinmanglar, takalashmanglar. Moshundaq bo'lganda hech kim sizlarni aybleyolmaydi. Sizlarmi bu chiriklashib, razilishib ketgan insonlar orasida Xudoning qusursiz, pok farzandlaridan bo'lisizlar. Hamda hayotlik erib keladigan xushxabarni yetkazguninglarda bu zulmatlik dunyoda xuddi chaqnab turadigan yulduzlarga o'xshash chaqnab tursizlar. Mana shundoq bo'lganda Ayso Masih qaytib kelgan kunda butun xizmatim va ajrimning bekorga ketmaganligidan faxrlanayman. Sizlarning Ayso Masihga bo'lgan e'tiqodinglar va uning uchun qilgan xizmatinglar Xudoga atalgan qurbonlik hisoblanadi. Agar men issiq qenimni sening bu qurbonlig'inglar ustiga chassam, ya'ni sizlar uchun o'lsam, xursand bo'laman. Hamda sizlar bilan birga shodlikqa cho'maman. Shuningga o'xshash, sizlarmi xursand bo'linglar. Hamda men bilan birga shodlikqa cho'minglar. Rabbimiz Ayso xolisa Timotiyni yaqinda yeninglarga avatiman. Buning bilan o'z ara ahvolimizni uqishib, ko'nglimiz orom topidi. Hozir mening yonimda Timotiydan boshqa menga o'xshash sizlarga haqiqiy ko'ngil bildigan odam yo'q. Boshqalar o'z ishlarini o'ylab, Ayso Masihni xursand qiladigan ishlarga ancha ko'ngil bo'lmayotidi. Sizlarga ma'lumki, Timotiy o'zining yaxshi bir yordamchi ekanligini isbotladi. U xuddi o'g'lining otasiga yordam qilganiga o'xshash, xushxabar yetkazish yo'lida men bilan birga ishladi. Shunga men zindondan chiqish ishimning qanday bo'lganligini bilgan hamon uni darhol yeninglarga avatiman. Rabbimizga bo'lgan ishonchim komilki, pat orada o'zimmi yeninglarga boraman. Men yordamga muhtoj bo'lib turgan vaqtimda sizlar menga uchurchi Epafroditni avatdinglar. Hozir men uni sizlarning yeninglarga avatishni qaror qildim. U men bilan xushxabarni yetkazish yo'lida mo'rini mo'riga tirab kurash qilgan qarindishim ham xizmatdishimdir. U hammanglarni sevindi. Hamda o'zining kasal bo'lib qolganligidan xabar topganliginglar uchun beorom bo'ldi. Darvaqa u rostli kasal bo'lib qelib, o'lib ketishga tos qolgan edi. Lekin u o'lmadi. Chunki Xudo uningga rahim qildi. Xudo yolg'iz uningga emas, dard ustiga dard bo'lmasin deb menga rahim qildi. Mana shuning uchun sizlarning uning bilan qaytib ko'rishib, xursand bo'lishinglar uchun uni tezli yo'lga solmoqchiman. Shunda qilsam, men sizlardan ko'p ansirmaydigan bo'laman. Shunga uni qarindishinglarni kutib olgandek xushol-xuramlik bilan kutib
Chunki u Ayşo Masihga xizmat qilish uchun hayotining xeyim xatarga uchrashiga qaramay, sizlar manga qilolmagan yordamni qilaman deb o'lishga tasqagan edi. 3-bob. Endi qarindoshlarim, sizlar Rabbimizga mansub bo'lganinglar uchun shod-xuram bo'linglar. Sizlarga burun aytgan so'zlarni yana qaytlash menga avorchilik emas. Chunki bu so'zlar sizlarning qo'dilishinglar uchundir. Qutqizish uchun cho'qim xatni qilinish kerak deb yuradigan tankaskuchlardan hoşyar bo'linglar. Bu yomonlik qiluvchilar itdan farqi yo'q. Xudoning nazarida haqiqiy xatni qilinganlar ular emas, balki bizlar. Chunki biz muqaddas ruhga toyinib, Xudoga ibodat qilib, Ayşo Masih bilan maqtanamiz. Biz qilchimu xatniga va o'zimiz so'ndigan ajrga tayanmaymiz. Agar o'z ajrimga tayinish to'g'ri kelsidi, uningga asoslarim yetarli bo'ladi. Agar ba'zilar bundaq ishlarga tayinib, qutqizg'ili bo'ladi deb o'ylasa, u chaqda mening asosim texmu yetarli bo'ladi. Chunki men tug'ilib 8-kuni xatni qilingan İsroil avlodiman. Ya'ni Benyamin qabilasidan bo'lgan qiynisob Yahudiyman. Tavrat qonuniga amal qilishni o'lcham qilish nuqtasidan aytgandimi, men qil sig'maydigan farisi iqimidimman. Bu yo'ldagi qizg'inligim jihatdan aytganda, men ilgari Ayşo Masihga e'tiqod qiluvchilar Tavrat qonunini bekor qilmoqchi deb ularga ziyonkashlik qilgan odam edim. Agar Tavrat qonuniga amal qilish haqqoniylik deb qaralsa, men bu o'lchamga eng loyiq odam bo'lardim. Lekin men burun qutqizilish uchun muhim bilgan bu ishlarni hozir butunlay ahamiyatsiz deb qaradim. Men qattiq shunda qaraymanki, Rabbim Ayşo Masihni tonishning afzalligi oldida har qanday ish qadrsizdir. Ayşo Masihni tonib yetishim va uningga zich bog'lanishim uchun hammani tashlab etdim. Hamda ularni axlat deb qarayman. Endi mening haqqoniy odam deb jakarlanishim Tavrat qonuniga amal qilish orqali emas, balki Ayşo Masihga e'tiqod qilish orqali bo'ldi. Chunki bu haqqoniylik e'tiqod orqali Xudodan keldi. Mening hozirgi maqsadim Ayşo Masihni va uning o'lib tirilish qudratini, shundaqla uning tatqan azob oqibatlarini o'z kechirmishim orqali cho'nqur tonib yetib, uning o'limini ulgi qilish va nima bo'lishidan qat'iy nazar o'limdan Xudo va'da bergan tirilishga yetishdir. Bundaq deyish bilan bu maqsadga erishib bo'ldim yoki kamolatga yetdim demoqchi emasman. Lekin Ayşo Masih meni nima maqsad bilan qutqizgan bo'lsa, menmu shu maqsad uchun chepib yuryapman. Qarindoshlar, men hargiz o'zimni bu maqsadga yetib bo'ldim deb qarmayman. Lekin men shunda qilamanki, xuddi yugurish musobaqasida kayniga qaramay yugurayotgan odamdek, menmu o'tib ketgan ishlarni o'ylamay, kelgusidagi nishonga qarab tirishiman. Ya'ni Xudo Ayşo Masih orqali meni chaqirib, arshda men uchun tayyorlagan inomga qarab ilgirlayman. Shuning uchun orimizdagi ruhiy jihatda pishib yetilganlarning hammasining moshundoq o'ylashini umid qilaman. Agar boshqacha o'y fikringlar bo'lsa, Xudo buni sizlarga ochiq ko'rsatib berdi. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, biz Xudo bizga ko'rsatib bergan haqiqatda
chin turishimiz kerak. Qarindoshlar, meni ulgu qilinglar. Shundaqla, sizlar bizni ulgu qilgan kishilardinmi o'gininglar. Chunki sizlarga ko'p qatim aytganimdek, hozirmi ko'z yoshlarimni to'kib turib, shuni qayta aytamanki, o'zlarini e'tiqodchi da'vogan nurg'un kishilar Ayso Masihning Kristdagi qurbonligini ko'zga ilmay, uning dushmanlaridek yurmoqda. Bundaqlarning oqibati mangulik halokatdir. Ularning xudosi o'zining qornidir. Ularning maqtinligini nomussiz ishlardir. Ular faqat bu dunyoning ishlarini o'ylaydi. Halbuki bizning haqiqiy makonimiz arshda. Biz arshdagi qutqizuvchimiz bo'lgan Rabbimiz Ayso Masihning arshdan kelishini intizorlik bilan kutmoqdamiz. Shu chaqda u butkul mavjudotni o'ziga bo'ysunadigan qudrati bilan bizning chirib ketadigan tenimizni o'zgartib, uni o'zining shon sharafli teniga o'xshash qiladi. 4-bob. Ey söyümlü qarindoshlarım, men sizlarni söyeyman. Sizlarni ko'rishga shu qadar tashnoman. Sizlar mening xushalligim ham faxrimsizlar. Rabbimizga bo'lgan e'tiqodinglarda qilch tavranmanglar. Evodiya va Sintixa xonim, sizlardan o'tinmanki, Rabbimizga mansub bo'lganliginglar uchun chiqishib o'tinglar. Ey sodiq hamkorim, sendan shuni talab qilamanki, bu ishda senmi bu ikki xonimga yordam qil. Chunki ular men va Klemet bilan shundoqla nomi hayotlik daftarga putilgan boshqa xizmatdoshlarim bilan billa xush xabarni toqtish yo'lida qon ter singdirgan. Rabbimizga mansub bo'lganlar uchun hamisha shod-xuram bo'linglar. Yana takrorlaymanki, shod-xuram bo'linglar. Xush fe'lliginglar butkul insonga ayon bo'lsin. Esinglarda tutinglarki, Rabbimizning kelishiga oz qoldi. Hech narsadan g'am qilmanglar. Aksicha, har qanday talpinglar bo'lsa, duo tilovat orqali Xudodan tilanglar va shukr aytinglar. Shunda qilsanglar, Xudoning kishilarning o'ylig'idanmi eshib tushadigan tinchligi sizlarning qalbinglarni va o'y fikringlarni Ayso Masih orqali tinchlantirdi. Qarindoshlarim, so'zimning oxirida shuni aytamanki, haqiqiy, maqtashga arziydigan, odil, pok, go'zal, sharaflik, axloq fazilatlik va matiyilashga sazovar har qanday ishlarga ko'ngil qo'yinglar. Mendan o'rgangan, qabul qilgan, anglagan va ko'rganliginglarni amaliy harakatinglarda ko'rstinglar. Shundoq bo'lganda, xotirjamlik beradigan Xudo sizlar bilan birga bo'ladi. Menga yana bir qitim g'afurlik qilinglar uchun intoyin xushal bo'ldim va Rabbimizga shukr etdim. Haqiqatan sizlar menga azaldan g'amxo'rlik qilib keldinglar, lekin uni ifodalashinglarga faqat fursat bo'lmay keldi. Buni biror ehtiyojim tufaylidan aytayotganim yo'q. Chunki men har qanday ahvolda boriga qanoat qilishni o'rganib oldim. Men mayli nomrodlik yoki boyashodlik bo'lsin, mayli to'qchilik yoki ocharchilik bo'lsin, mayli mo'lchilik yoki g'urbatchilik bo'lsin, har qachon, har qanday ahvolda qanoat qilishni bilib oldim.
Mən Mağın küç qüdrət ata qılğıçı, Rəbbimiz Əysa Məsihə tayinib, Xuda məndən tələb qılan hər qandaq işini qıla alayman. Şundaqdımı, sizlər qiyinçılıqlarımğa yardım berib, yaxşı qıldınlar. Ey Filipliklər, sizlərə məlum ki, mən sizlərə bu xuş xəbərini yetkizishni başlayan və Makedoniya ülkəsindən ayrılğan çağlarımda sizlərdən başqa heç qandaq etiqadçılar cəmiyyətçiligi mənə yardım vermedi. Salonika şəhərdəki vaxtımdımı, sizlər mənə bir neçə qitim yardım berib, ehtiyacımdan çıxdınlar. Benim bundaq deyişim, sizlərdən birər sovg'a tələb qilish emas, bəlkə sizlərning mənə bergan yardımınlar üçün Xudoning sizlərga zo'r baxt qaytarishini umid qilishdir. Men sizlarning mənə əvətgan barlıq sovg'atinglarni topshirib oldim. Bu mening ehtiyojimdan eshib ketdi albatta. Epafrodit orqali əvətgan sovg'atinglarni ilib, hamma narsam texmu to'liqlanib ketdi. Bu sovg'atlar xuddi xushpuroqlik ko'ydirma qurbonlikdek Xudoni xursand qiladi. Shuningga o'xshash, sizlar Əysa Məsihga mansub bo'lganliginglar uchun menga g'amxo'rlik qilgan Xudo o'zining mo'l boyligi bilan sizlarningmi hamma ehtiyojinglarni qondirdi. Barliq shon sharaf abadil abad Xudo otimizga mansub bo'lg'ay. Amin. Əysa Məsihga mansub bo'lgan barliq muqaddas xalqqa salom. Men bilan billa turayotgan qarindoshlardanmi sizlarga salom. Bu yerdagi muqaddas xalqdan bo'libmi Rim imperatorining ordusidagi xizmatkor qarindoshlardan sizlarga salom. Rabbimiz Əysa Məsihning mehr shafqati sizlarga yor bo'lg'ay.